Assalomu alaykum, Manidaxon obunachilari. Mana bugun 27-fevral haftaning chorshanba kuni malinalarimizni boshlaymiz. Bu yangi proyektimiz. Bu joyimizda Sergelida joylashgan bo'lib, Mini universitetining to'g'risida joylashgan. Sergelida Mini universitetining to'g'risida joylashgan. Yo'liga umuman malina ekilmagan. Yangi yer. Bu yangi proyektimiz. 3 gektarlik joy. Mana shu joyga malina plantatsiya ishlarini boshladik. Xudo xohlasa bizani kuzatib tursanglar. Endi sizlarga faqat o'zimning joyimdan emas, yangi proyektlardan ham videoda tashab borib turiladi. Sizlar bilan anchadan beri ko'rishmadik. Yo'q ketmadik biz yana bir kishi bo'lib yangi ishlarni boshlab yuramiz. 3 gektar joyda. Bizda hozirgi paytda fura kelgan. Furada bizga nadalba olib kelingan. Nadalba deyiladi, makinalar, shveler deyiladi, kimdirlar beton stalba deyiladi. Yani har kimning shevasi har xil etiladi. Hozir narsalarga ko'rsatib o'taman. Furalarimizni tanishinglar. Mana bu joylarimizni. İşler qizg'in ketyapti. Bu joyni xudo xolasa biz noldan oldik, qabul qildik. Uni xudo xolasa sizlarning ko'z ostingizda noldan shu joylarni kuzatib borasizlar. Sizlarga har doim videolar qo'yib boraman. Bu furada hozir 600 ta nadalba keldi. 1 gektarga 600 ta ketadi. Xudo xolasa yana bizga 2 ta fura, ya'ni 1200 ta nadalba kerak bo'ladi. Aytib o'tganimdek, bu joyimiz 3 gektarlik joy. Paning ichiga ham xudo xolasa malinani ekilinadi. Lekin bu tepadagi setkasi olib tashlanadi. Salafalar olib tashlanadi. Uning o'rniga biz xudo xolasa qora setka, quyoshdan himoya qiladigan qora setka 70 taligidan qo'yamiz. Nadalbalikni Echili mumkin. Fura mana yoqdan kelsa bo'lardi-yu. Niye o'qirtirmadi deyishlar mumkin. Afsuski yerlarimiz loy bo'lyapti. Shaxsan o'zimning oyoq kiyimim loy. Shu hisobdan furani o'qirtirmadi. Ko'rganmisizlar, yaqinda yomg'ir yog'gan. Shu hisobdan o'qirtirish xohlamadim. Xudoga shukr. Ishlarimiz o'sha furada bo'lgan ketdi zaten. Ishlarimiz mehnatkash ishchilarimiz. Asqar ekan, Otabek, Mariyoda Navro'z va Noxoda ishlarni boshlayapti. 3 gektarlik proyektimiz. Xudo xolasa bu yoqqa 10-martgacha malinalarimizni ekib ketamiz. 10-mart bu albatta endi taxminiy srok. 15-martgacha ham cho'zilib ketishi mumkin. Bu hammasi albatta ob-havoga bog'liq. Hammasi duoda bo'lib turinglar. Xudo xolasa 3 gektarlik proyektlarni ham topshiramiz. Ya'ni bu xudo xolasa bizning 3-filialimiz bo'ladi. Malinaxonning 3-filiali. Bu yerda Nalpa va Navro'z ishlarimiz ham temada. Xudo xolasa bu joylarimizda malinalar bo'ladi. Juda ko'p. Mehnatkash ishlarimiz shu yerda. Hammani qo'lga olishga hojat. Albatta bu joyga ekmaymiz biz. Yaraqliklar malinalarimiz. Hozir sizlar uchun tashqariga chiqib ko'rsataman. Mana ishni nadalbadan boshlaymiz. Noldan. Xudo xolasa kuzatib borsanglar, noldan boshlab malina ekilish plantatsiyalarining hammasini videosini ko'rib borasizlar. Sizlar bilan Malinaxon asoschisi Ibrohim bo'ldi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha qolaman. Xayr emas. O'zinglarni asraylar. Sog' salomat bo'linglar.